Xo'p, operatsiya agar birinchi operatsiya yoki bir necha operatsiya oldin o'tkazilgan bo'lsa va u yaxshi chiqmagan, ya'ni bemor shu operatsiya natijasida qoniqmagan bo'lsa, unda bemor konsultatsiya paytida analiz qilinadi va bizni nima yordam bera olamiz bu kasalga va o'shanga qarab realniy, ya'ni kutilishi mumkin bo'lgan natijani bemorga tavsiya etiladi. Agarki bemor shunga rozi bo'ladigan bo'lsa, biz operatsiyaga qayta olishimiz mumkin. Mumkin emas bo'lmagan holatlar, ya'ni bu ko'pincha bo'ladi bizda tanglayi bilan bog'liq operatsiyalar, ya'ni bolalarimiz bizga katta yoshda murojaat qilishadi va ilgari yoshligida bir necha marotabalab tanglayda operatsiya o'tkazgan va shunga qaramasdan tanglayda juda ham ko'plab chandiqlar, teshiklar yoki gapirishdagi muammolar bilan bizga murojaat qilib keladi. Bunday holatlarda bizdan to'qimani holatiga qarab turib, agar to'qimalar juda ham chandiqlanish kuchli bo'lsa va unda qon aylanish me'yorlari buzilgan bo'lsa, bunday holatlarda biz operatsiyaga olmasligimiz ham mumkin.